Kredit ta'tili bo'yicha yana qo'shimcha ma'lumotlar aytib qo'ymoqchiman. Mana shu 30 sonlik qaror bilan tasdiqlangan nizom 8-prim 1 moddasida aniq ko'rsatib qo'yilgan. Bu yerda faqat kredit ta'tili emas, balki kredit to'lovlari muddatini uzaytirish, agar masalan 36 oyga olgan bo'lsangiz yana ko'paytirish mumkin. Yoki 24 oy bo'lsa 36 oyga ko'paytirish. Kredit foiz stavkalarini qayta ko'rib chiqish. Bu amalda bo'lgan stavkalarni kamaytirib berish mumkin. Masalan, o'ta yuqori stavkada olingan bo'lsa, buni kamaytirib berish mumkin, vakolat doirasidan kelib chiqqan holda. Va bundan tashqari jarima va peniyalar miqdorini ham kamaytirish mumkin bo'ladi. Arizada bu narsalarni ko'rsatib o'tish kerak. Biz namunaviy arizada mana shu narsalar hammasini ko'rsatganmiz va yana bitta muhim masala 28-prim 1 bandi eng oxirgi bandida homiladorlik va tug'ish ta'tilini olgan ayollar kredit olgan bo'lsa, bu kredit muddatlari 10 oygacha uzaytirish to'g'risida aniq belgilab qo'ygan. 10 oy muddatgacha, demak, kredit to'lov muddatini uzaytirish mumkin. Kommentariyaga telefon raqamlaringni qoldiringlar. Sizlarga ariza namunalari va Prezident administratsiyasiga murojaatni yuborish qo'llanmalarini taqdim qilamiz sizlarga.